Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 5. bab. Facialik qismetler. 1. Miladiya 1670-yılı Üjme pişqi Aqsu. Bu yıl suyi elvek, xalqi aqgöngül hem işcan Aqsu diyarida yaz tolumu burun başlanğan idi. Gerçi Aqsuda sülük macraları anca yüz bermegini bilen Moğol aqsüngeklerinin parakençiligi tolu yüz berip turadı. Yılda birer qitim çoğun kölemde, bir neç qitim kiçik kölemde besip kirgen Moğol aqsüngeklerinin askerleri bilen erişip turğaşqımı Aqsu xalqının vatanperverlik eni yuqori idi. Şu sebeplik yurtsuyer Aqsu oğlanlarının canbazlık maharati olaydı üstün idi. Aqsu xalqı Saidiya xanlıqı təbəsidiki hər qaysı yurt oymaqlardan kəlgən qovumni xuddi bir tuqqan qerindişidək görüp qızğın kütüb alatdı və osanla ağırğa alatdı. Bisatıda ba nərslərini oymay təng paydalanatdı. Başqa yurtlardan kəlgən kişilər kən qol, saxavatçı Aqsu xalqının arasında osanla yerleşip ketətdi. Aqsu xalqının bu xuy micazını obdalla bilgən Məxtumzade Xoca Abdullah İşan Ostandan bir qism xalifa sopalarını əgəşdirib, şərmindilərcə qoşqandan keyin Udulla Aqsu təvəsiga kelib to'xtadi da, xalq arsida targ'ibot elib berib, suduk təvrətdi və qisqagina vaqt ichida nurg'unlagan xalqni Soqiya sulkiga da'vat qilib, o'zining payg'ambar avlodi Sultanul Muhaqqiqin İşan Kalan Kəşfu karametçi evliya bir buzruk Veliyullah ikenligi haqida davran silib, gah şirin suxan nutqi, gah vahimi payda qiluvchi sehri karametri. Əməliyyatda işyanchilik xalifa so'pilari bilan oldin tayyorlik qilib olgan hiyli mikirlik uyulları bilan sodda xalqni aldab, sarosimiga silib, ishondirib, o'ziga qo'l bergizib, atrofiga nurg'unlagan muridlarni to'plashga ulgurgan edi. Bu suyi alvak, tuproqi munbat siminga bir dal ho'l tayoqni shundoqla patirib qo'ysa, osonla yiltiz tortib ko'kliginiga o'xshash, Xo'ja Abdullah Ishonmu Aqsuga osonla o'zishib, xeyli cho'nqur yiltiz tortdi. Ve bu karametçi evliyanın namı taraf-tarafga çaqmaq tezligida tarqalishga başladı. Hem de Aqsu'nun naib emri Şahzade İsmail Xan'nыңmı xeyla diqqatini tortdi. Məxtumzade Xo'ja Abdullah İşan'nыңmı ko'ngliga pukuni shu edi. U ana ashundaq hiyla-mikir nayranglari bilan ataq obro'y qozongandan keyin Şahzade İsmail Xan'ның huzuriga bir qochqin panohlik talab kelgan bechora Maxtumzada sifatida emas, katta avliya, bir buzruk, hamma odam hurmat qiladigan ulug' suluk peshvosi sifatida dab-dabi bilan kirib keldi-da, Shahzoda İsmail Xonning qarshi ilishiga tama qig'indan ortiqroq noil bo'ldi. Tunji qitim ko'rishdila Shahzoda İsmail Xonga shaharning sharqidagi katta bog' saroyini bu Maxtumzada piri buzruqqa inom qilib etdi. Tunji qitim ko'rishdila Shahzoda İsmail Xon shaharning sharqidagi katta bog' saroyini bu Maxtumzada piri buzruqqa inom qilib etdi. Xo'ja Abdullah İşan Shahzoda İsmail Xonga ota-bobolardan tortib Büyük Saidiya saltanatini mustahkamlash uchun ko'p ajr singdirganligini, kech-kunduz itkabda o'tirib, duogo'ylik qilib turganligini, shu sabablik Sultan Abdullah Xon hokimiyati mustahkamlanib, saltanatlik shonu shavkati Iroqlarga tarqalganligini maqtanib turib, uzun so'zladi. Shu orliqida Sultan Abdullah Xonning marhum dadasi İşan Kalan Veliyullah Xo'ja Shodi piri buzruqqa qo'l berib murid bo'lganligini, dadasi o'lib ketgandan keyin o'zini pir tutib qo'l berganligini, har qanday cho'ng-kichik saltanat ishlarini o'ziga maslahat silib turganligini bir necha qitim alayda eskartib ulgurdi. Oxirida noinsof Shahzoda Yo'lbosxonning aqlsizlik qilib, ishqiyachi murtad Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning domiga tushib,
sehr əfsunurğa aldınıb, asiylik yolunu tutub, enisi Şahzadə Abdülmömin xanni öldürüb, təxit tatıvağanlıqıdan datladı. Şahzadə İsmail xan Saidiya ordusida Məxtumzadələrinin nima üçün şunchalar ətibarlandıqanlığını, aksi Sultan Abdullah xanның nima üçün avval ota Məxtumzadə İşanğa, keyin bola Məxtumzadə İşanğa qo'l berib murid bo'lganligini obdan biladi. Navoda kunlarning birida Saidiya taxtida pasibon bo'lib o'tirib qolsa, o'ziningmi elning muqimligi, xalqning xotirjamligi va taxit dushmanlarini ko'paytirib olmaslik uchun bu Məxtumzadələrə qo'l berib murid bo'lishga majbur bo'lganligini tushunadi. U Şahzadə Yolvaz xanның izchil turda otasi Sultan Abdullah xan bilan qarshilashib, taxit tortilishga uringanligi, bu jarayonda nurg'un qonliq janglarni qilganligi, oxirgi hisobda taxit tortilishga muvaffaq bo'lganligidan hamda buni Məxtumzadə İşanning Yolvaz xanning cho'ng ishonchisiga erishgan. Yolvaz xanning dadisidan taxit tortilish uchun yo'l ko'rsatib ko'p kuch chiqargan ashaddiy dushmani Xo'ja Hidoyatullo Ishonning o'ch elib, zulm silishidan qo'rqib, ostondagi hashamatlik qasri, maishatlik turmushini tashlab, qochib chiqqanligidan to'liq xabardor edi. Ammo bu Məxtumzadə Ishonning Oqsu zamoniga qadam besibla, qisqa vaqt ichida shunchalar xalqni o'z sulkiga kirgizib, shuncha tezla katta atoq obro'y qozonganligini tushunmaydi. Ham buningdan hayron qoladi. Bu Xo'ja Ishonlarning rostilla shundoq kashfu karomatlari bormidi? Yaratgan Alloh egam ularni nagil bo'lsa, shundoq qo'llab, aziz qilamdigandi. Ularga tayanmay taxtda o'tirg'ili, xonu sulton bo'g'li bo'lmasmi zodi. İsmail xan allaqandaq bir xiyollarning to'tkisida Məxtumzadə Xo'ja Abdullah İşanğa katta iltifatlarni ko'rsatdi. Ziyorat qilib o'rniga kelsa, oldiga istiqboliga chiqdi. Ketsa, orqasidan chiqib uzitib qo'ydi. İsmail xanning bu harakati boshqa amirlarga ham tezla ta'sirini ko'rsatdi. Mana endi Xo'ja Abdullah İşan İsmail xanning naib amirlik ordusiga xohlagancha kirib chiqa oladigan, İsmail xonga xohlagancha aql maslahat ko'rsatadigan bo'lib oldi. Şahzadə İsmail xan Məxtumzadə Xo'ja Abdullah İşanning birinchi qitimliq sulh targ'ibotini anglash bilan uningga qo'l berib murid bo'ldi. Shuning bilan uning amirlarining ko'pinchisi degudek Isoqiya sulhiga kirdi. Uzoq o'tmay Qashqar, Ostona, Xotandagi sulhi ishqiyachilarning zulmiga taqibiga uchragan sulhi Isoqiya muridlari to'p bo'lib Oqsuga iqishga boshladi. Shunda qilib Oqsu Isoqiya sulhining bo'shkiga aylanib qoldi. Ikkinchi, İsmail xan Məxtumzadə Xo'ja Abdullah İşanğa qo'l berib murid bo'lgandan keyin İşanning vasvasasiga silishi bilan yuragining cho'nqur bir yerlarga ko'miyotgan bir shirin ormini qaytadan yilinjashqa boshladi. Buyuk Saidiya taxti Shahzoda Yolvaz xandek osiy mulhid taxt o'g'risiga emas, janoblaridek istidodli shahzodaga barliq musulmon ummatlarni hidoyat yo'liga boshlab, saodat ishiklarini ochquchi ahli sulhning bahodir homiysiga mansub bo'lish kerak edi. Hala bugungi kunda buyuk taxt saltanatni ota qarg'ishiga mahkum bo'lgan, o'z qarindishining xunini ishgan sharobxo'r bilan Xo'ja Hidoyatullahga o'xshash ishqiyachi musulmonlarning kattasi igilab, el raiyatga chidg'usiz azob zulmlarni sanmoqda. Avomning pig'ani palakka yetdi. El yurtning beshiga tushgan bu kulfatlarni Alloh egam, avliyo janoblarining adolat qilichi orqali dabi qilishidan bishorat berdi. Navoda Oqsuda kichikkina yurtning naib amirligiga shukra qanoat qilib o'tiraveradigan bo'lsalar, hisobsiz gunohi kabir sodir qilgan bo'ldilar. Bu gunohlarga
Bizlar kim? Maxtumzoda, Valiyullah Piri, Buzrukvarmu sherik bo'lib qolaman. Qarab o'tirmay, darhol adolat qilishlarini yalang'ochlasizlar. Menimi ham o'zlarinimi bu gunohi kabirdan tezroq soqit qilsizlar, deb oldiratdi. Xo'ja Abdullah Ismoilxonni vasvasaga silib. İşanның bu мәдәт бишаратлары İsmoilxonning yuragidagi ojiz pilillab turgan cho'g'ni hadab yelpib yilınjı tatdi. İşanға aniq bir javob bermagani bilan xayollari tinchsiz edi. Piri buzruk rost deydi. Aslidimi Saidiya taxti azaldan davomlashib kelayotgan qoida yo'sin bo'yicha akam Sultan Abdullah xondan keyin cho'ng inisi bo'lgan menga mansub bo'lishi kerak edi. Akadan keyin inisi taxt varisi bo'lish azaldan bor an'ana edi. Ammo akam Sultan Abdullah xon bu qoidani buzib, cho'ng o'g'li Yo'lbosxonni vali ahdi qildi. Meni va inim İbrahim xonlarni xavfli dushman, ishonchsiz mahram qatorida ko'rib, cholish, kucha qatorliq tashqi urush parakanchiligi to'li yuz berib turadigan yurtlarning amirligiga tayinlab, Pağlıgan hesapta ordudan çetlashtirdi. Gerçi ko'nglimda qoyil bo'lmasammi, bu dard alamlarga chidashga majbur bo'ldim. Akam Abdullahxon qobiliyatsiz o'g'illardan vafo ko'rmagandan keyin qarindoshlarining ko'nglini tutib, o'z saltanatini mustahkamlash uchun menga bu Aqsu diyorini suyrg'al qilib bergan bo'ldi. Haman bir kuni bu fursat töven kelip qala deb sabr qilgan edim. Haqiqatan sabrning tegi oltin ekan. Mana Piri buzruk Maxtumzoda tezroq ostoniga lashkari yurish qilib Saidiya taxtini tortib olishimni oldirtibotidi. Meningmi ham shundoq qilg'im bor. Ammo qaramliq qilishga bo'lmaydi. Shahzoda Yo'lbosxonni sal chaqlashga texmi bo'lmaydi. Lashkarlarim az. Öz vaqtida Ostoniga lashkar yutkash yorliqini topshirib olganda, akam Sultan Abdullah xonni shubhilanib qolmasin deb bir tuman xillangan otliq lashkarimni Ostoniga yo'lga silib, to'limi xato qilgan ekanman. Endi oldirmay puxta tayyorlik ko'rish kerak. Chalishning noib amri inim İbrahim xon bilan Uchturpanning noib amri jiyanim Muhammad Emin Bahodir xonlar bilan maslahatlashishim, ularning yordamiga tayinishim kerak. Bu yerdagi Muhammad Emin Bahodir xon degani Sultan Abdullah xonning 6-inisi Sultan Said Babaxonning cho'ng o'g'li Malika Muhtaram xonimning oqsi deydi. Yana bir tarafdan Ostoniga o'yg'oqcha mangdirib, jiyanim Yo'lbosxonning lashkari ahvoldan to'liq xabardor bo'lishim kerak. Qoldi ishlarni kengash bilan muvofiq bir izg'i solaman. İsmoilxon bir tarafdan Ostoniga so'g'i salomlar bilan maktub avatib, jiyani Shahzoda Yo'lbosxonning Saidiya taxtida xoqon bo'lib o'tirganligini muboraklab, uning ko'nglini tinchitsa, yana bir tarafdan sarkarlarni Oqsu tavasidagi har qaysi kanit qishloqlargacha avatib, ko'plab lashkar qabul qilib, puxta mashqlantirib, Ostona yurishiga to'liq tayyorlik ko'ryotdi. Enilarmi uning hamdamda bo'lishga va'da berib, har biri 2000 dan otliq lashkar va 1000 dan egar jabduqlari bilan jang eti avatgan edi. Shundaqdimi Ismoilxon muvofiq bir lashkari yurish vaqtini bekitmay orsalda bo'lib turibdi. Bugun Ismoilxon Mahkama beg'ining sharqidagi hashamatlik ravaqda sagidab o'tirg'ash oldiga qo'yilgan rahilga egilginicha Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub nomli mashhur kitobini o'qiyotdi. Bu yerdagi rahilga degani kitob qo'yib o'qiydigan qisqush shakllik yog'och gira deydi. Mahbubul Qulub deganimiz ko'ngillar so'ygini. Bu asarni Navoiy milodiya 1500-yil yozgan bo'lib, falsafa, axloq qarashlarini bayon qilgan deydi.
Gahi tapdım pələkdən nativanlıq, gahi gördüm zamandın kamranlıq. Bəzi issiq soğuq gördüm zamandın, bəzi açıq küçük tatdım cahandın. İsmailxon bu katta əsərinin nəsri şəkildə yazılған gözəl bayalarını, fəlsəfəvi, əxlaq qarashlarını, ilmi yakınlarını özünü unutgan halda berilib oqsa, oraga qısırılgan rubailarını, qısqa beytlarını hozurlanıb oquganda ixtiyarsız avazını ünlük çıqırıb, hayacan bilan deklamasiya qılatdı. Gerdun mağa gah cefa və donluq qıldı, bəxtim kəbi hər işda zəbunluq qıldı. Gah kamsari rəhnamunluq qıldı, əl qıssa bəzi bu qələmmunluq qıldı. Bunun yaşması, pələk mağa gahi capa saldı və pəstik qıldı, bəxtim kəbi hər işda yamanlıq qıldı. Gahi bu bəxit tepişqa yol başçılıq qıldı. Demək ki, tolumu rəngvazlıq qıldı. İsmailxon bu kitapqa məftun bulub qalğan bulub, hazırgıca qancha qitim təkrar oqug'ini bilmaydi. Şu səbəblik əsər içigə qısırılğan rubai beyitlarni yod biladi. Şu tapda o kitapqa çöküp ketken bulup, rahilga engishib mükçiyip qalğan edi. Şu əsnada çıraylık toqulğan əpçilgina yulğun sivetdə üşmü götürüp kelgen xas mulazimi onun diqqətini bölüvetdi. Bağdaki üzümü pişip qaptıken, şahzade alilerini eğiz tigib baqamdiken deb üzüp əkəgən edim, dedi mulazim sivetni şirəgi avaylab qoyub. Bodaklarını tallab, bir taldan avaylab üzülgen appaq üzümlərə şundaqlı qarğan adamның iştihası içilib, ağzıga seriq su kelətdi. Üzümə bulaq suyda avaylab yuyulğan bulup, quyosh nurida val-vul qilib yaltiraydi. İsmailxon üzümüdən bir tal ilib ağzıga saldı. Şu haman muzdek üzümə ağızda erib, şerin təmi ləvlərdə qaldı. O üzümünü iştiha bilan yeməkçi bulup, qolunu uzatdı-yu, esiga bir iş kelgəndək birdilla toxtab qaldı. Berib Məlikə möhtərəm xanımni dərhal çağırıb gəldi, dedi mulazimga qarab. İsmailxon üzümünü görüp, Məlikə möhtərəm xanımga qısınıb qalğan edi. Əcəb ilgirgidən kəm didar bob ketdi-ğu bu Məlikə, nemi işlarni qilib yürüdikin taң, aldiraş vaqtlarda beməhəl kelib adamni avar qılıdı. İsmailxon şularni xiyaldan ötküzgəş, yana kitapqa inişdi. Məlikə Xanzadə xanım faciəsindən keyin köngli pərişan bulup, Turpandakı ata-anasının qışığı ketməkçi bolğan Məlikə möhtərəm xanım Sultan Abdullah xan bilan xoşlaşıb, Ostandan yolga chiqqandan keyin tağısı Şahzadə İsmailxonni yo'qlab o'tmoqchi bo'lib, Oqsuda to'xtagan edi. Tag'a jiyan qayta ko'rishib, bir-biriga obdalla ichakishib qoldi. Malika möhtəram xanım İsmailxon bilanmi billa ishkorga chiqdi. O'qya etishda baslashdi. Jangbozlik, chavandozlik mahorati ko'rsatdi. Shaxmat o'ynadi. Malika Oqsudami o'qya etish, shaxmat o'ynash, Hüsn xat yezish mahorati bilan tog'isi İsmailxonning hurmatiga e'tiborlashiga noil bo'ldi. Malika möhtəram xanım Ostondagi vaqtida Orda kütüpxanasidagi bir qism kitoblarni Turpanqa og'ash ketish maqsadida bir nusxadan ko'chirib olgan bo'lib, liq bir harba kitob ilib mangan edi. Bu kitoblar aslidinla ilm xumar İsmailxonning diqqatini tortdi. Bir-birlab ko'ribdi, bu kitoblarning orasida o'zi texi ko'rib baxmagan bir qism kitoblarning borligini bildi-da, bir nusxadan ko'chirib olmoqchi bo'ldi. Ana shundaq bir talay sabablar tufaylidan Malika möhtəram xanım Oqsuda turib qoldi. Shirali Bahodirning jangbozlik mahoratiga qoyil bo'lgan İsmailxon uningmi alayda iltifot ko'rsatib, Oqsuda turib qilishga ko'ndirdi-da, lashkariy mansab berib, Ostondan bola chaqalarini akadirib berdi. Alisher Navoiyning
Mahbubul Qulub nomli bu şahane əsərimi Məlikə Möhtərəm xanım Ostandan əkəlgən kitaplarning biri edi. Bilməgənni sorab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. O'rgan nurdan qochgan lavand, əmgək tortib o'rgangan xiradmand. Yashmisi, ya'ni ma'nisi, bilmaganni so'rab o'rgangan olim, nomus qilib so'ramagan o'ziga zolim. O'rganishdan qochgan yormas kishidir, jafo chekib o'rgangan kishi aqlliq. Məlikə Möhtərəm xanım baqqa kirib, özünü unutgan halda kitapqa berilib ketgan tağısıga qarab, Mahbubul Qulubdagi yuqorqi nazmini deklamasiya qildi. Bu deklamasiyani anglab, İsmailxon beshini asta ko'tirdi-da, kitapdagi yana bir nazmini javoban deklamasiya qildi. İlim o'qib, qilmagan amal maqbul, dona sochib ko'rtamadi mahsul. Yashmisi, yani ma'nisi, bilim elib ishiltishni qilmagan qabul, urug' chashdi va lekin yig'midi husul. Deklamasiya oxirlashib, har ikkilisi qaqoqlab kulishib ketdi. Meni chaqirtibdiganlar Amir ota, farmonlarga binoan paloqlab kelishim, dedi Məlikə Möhtərəm xanım tağısıga erkilib. Ostandan ayrılgan ozg'ina kam 2 yildan beri Məlikə Möhtərəm xanım xilli bo'y tortib, husn jamoliga boshqacha to'lib ketgan edi. Ammo ballat sho'x, tantak, so'zman xususiyatini faqatla tashlamagan edi. Yozning tunji nimitiga billa eg'iz tegayli degan edim, dedi İsmailxon savatdagi ujmini imo qilib. Sizlar tehi yozning ujmisini Әмді көйген оқшымамла ата, dedi Məlikə Şirənin qışığı kelib oturğaş. Əhvaldan qarğanda Məlikəm oldu burunla yenilikə eğiz tegib boptikəndə, dedi İsmailxon külüb. Mulazimlarmı Məlikəmnin köңlini ilişini obdan bilidu bulmasa. Sizlarga eğiz tekkizmey turib, bizga beramdi u mulozimlar, dedi Məlikə yolg'ondan chiroyini purishtirib. O'zim uzib yedim. Oshpaqligingizni qaramamdigan Məlikəm. Oshni ko'rganda iymon qechibdi deb, mendek tog'ingizni qichqirib edishni unutibsiz-da. Silni qichqarsammi kammaydilar, dedi Məlikə Möhtərəm xanım kulib. Nimishqa? Sordi İsmailxon qiziqib. Chunki men sizlarni shoq chiqib turib, ujmi yeyishga taklif qilsam bo'lmaydi-da. Ko'p qisindim bo'lmas sizlarga. Shoqqa o'zingiz chiqib ujmi yedingizmi? Sordi İsmailxon taajjublanib. Ha, dedi Məlikə bahramon javob berib. Ujmi deganni shoq qunib o'tirib yemasa, ujmi yegandek bo'lmaydi u kishi. Qilgan qiliqingizni ko'mamdigan sizning, dedi İsmailxon Məlikəning sho'qliqidan so'yinib. Sizni-za nima desam bo'lar qizim? Yo Məlikəga o'xshashmaysiz, yo shahzodaga. Navoda ujmi shehidan yiqilib tushib, bir yeringizni sundirib olgan bo'lsangiz, inim Sultan Said Babaxonga nima deb javob berar bo'g'aytdim? Ola ujmi yeb qo'sqingizni og'irtib olgansiz tayinliq. Ular ana shu yo'sinda mundishib o'tirib, savatdagi ujmini yeb tugatdi. Mulozim ularning qo'liga yana bir qitim suv berib, qo'l chayqatgandan keyin dasturxonni yig'ishtirdi. Ujminimi yeb bo'ldik, boshqa ish bo'lmasa, men qaytay, dedi Məlikə o'rnidan turishqa taraddudlanib. O'tiring, sizga deydigan gapim bor, dedi İsmailxon Məlikəni to'xtatib. Aytinga, qizim, yaqindan beri ajab mendan qochadigan bo'lib qoldingiz-ku. Ko'nglingizni ranjitib qo'ymagandiman. Sizlardan nimishqa ranjigidakman, ota, dedi Məlikə kulib. Əmisi ajab. Buni o'zlari billah,
dedi Malika yana o'zini kulkiga zo'rlab. Men bilanmidim, o'zingiz ochiq javob bering, dedi Ismoilxon. Desam ranjib qolalimikin? Ranjimayman. Ma'qul amsa, dedi Malika o'rniga qayta choplashib o'tirib. Aslida sizli so'rmasilmi demoqchi edim. Ammo muvofiq fursat topolmay yuratdim. O'zlari gap teshib qoldilar. Ko'nglimdagini qisqiladay. Qag'inni o'zlari bilvasla. Yaqindan beri sizli ashu kelgundi ishon bilanli bo'lib ketdilar. Hatto sir asrorlarini yoshirmas bo'ldilar. Men saltanat yurtdorchilik ishlaridagi ba'zi ishki ishlardan toza xabardor bo'lmasammi, ammo bu tejmal ishonlar nada paydo bo'lsa, shu yerda jangi jidal bo'lganligini, el yurtning tinchligi buzilganligini obdan bilaman. Tilingizni yig'ing. Ismoilxon birdilla qopqin turdi. Butkul el yurt avliyo azam deb hurmat qildigan piri buzruk azizlarga til tekkizishga qandoq betindingiz? Buning kechirgusiz gunoh ekanligini bilmamsiz, malikam? El ishonning avliyo ekanligini yaratgan ekan o'zi biladi, dedi Malika muhtaram xonim xotirjam holda. Bayam silni ranjitib qollar degan edim. Rostilla shundoq bo'ldi. Mening ko'nglimni tushuning, qizim, dedi Ismoilxon xiyolchanlik bilan. Saydiya saltanatini barpo qiluvchi taxt sohibi, jannat makon babai buzrukimiz Sultan Saidxon oliylardan tortibla bu pir buzruklarga qo'l berib, ularni pir ustoz tutib kelgan ekan. Bu azaldan davomlashib kelgan udum. Biz ham bu udumdan bosh tortolmaymiz. Ularsiz saltanatning tinch osoyishligini tasavvur qilolmaymiz. Biz har qachon ularning duogo'yligiga muhtojmiz. Ismoilxon ko'ngildagini yo'shirmayli aytdi. Ammo o'z so'zlik Malika muhtaram xonim qoyil bo'lgandek emas edi. O'zini ahli shariatning yo'lboshchisi, ahli sulukning peshvosi deb atavagan ul ishonning biror maqsad muddaosi bo'lmasa, shuncha haraj tortib oqsuga kelmas. O'zlarini sulukka da'vat qilmas edi. Xudoning ziminining xohlagan yerda o'tirib, el-yurt saltanat uchun xolis duogo'ylik qilsa, yaratgan egam maqbul ko'raverar edi. Ismoilxon Malika muhtaram xonim bilan munozirlashishni xohlamadimi yoki Malikadan rostilla ranjib qoldimi? Aytavur, Rahildagi kitobga qaragan bo'lib, jimla turib oldi. Men sizga shu kitobdagi durdonlardan 2 kalima so'z hadiya qilay, dedi Malika muhtaram xonim ko'zini yiroqlarga tikib turib. Alisher Navoiy Hazratim bu shahani kitobida bir qism barcha huy payli yilgarlik va jami harakati g'arazlik oldamchi dindorlar, shayx mollalar haqida mundaq bayonlarni bergan ekan. Yaktiki uning aybini yopquchi, yaktikining har bir yipi oldamchilik, çoğaqida egirligan tasvi sermiqi rangvozliqdir. Uzaq namoz o'qimiqi kishiga ko'zish uchundir. Kula bilan salla ul hazratga davlatdir. Uzun sangiltilgan salla uchi tulka quyruqidan belga. Mahalsiz chiqqan ovozri nayt so'g'uq, go'yoki vaqtsiz qichargan tavuq. Bu yerdagi tavuq degani to'xu degan gapkan. Malika muhtaram xonim bu parchani o'qib bo'lgandan keyin o'rnidan turdi-da Ismoilxonga tavazzu bilan salom berdi. Kechirsizlar ota, men bu so'zlarni ul ishon piri buzruqqa taqqoslamoqchi emasman. Ammo tuyuqsiz do'stlik, sadoqatmanlik ko'rsatganlarning niyat mutaa maqsadlarini bilib beqivroq sir asror bo'lgan yaxshi.
ortiqcha so'zlab ko'ngillarni bezavita qilib qo'ygan bo'lsam afu qilg'aylar. Malika Muhtaram xonim bularni deb bo'lib ketib qoldi. Uning bu so'zlari Ismoilxonning ko'ngil oromini buzib o'tgan edi.